3-noyabr kuni barcha Chevrolet dilerlik markazlari yopiladi va Cobalt uchun shartnomalar faqat onlayn tuziladi. Banklar esa kredit qarzlarini vaqtida to'lay olmaganlarga yengillik beradi. Endi dekret ta'tili sabab ayollar diskriminatsiyaga uchramaydi. Sababi xususiy sektorda ham dekret pulini davlat to'laydi. O'zbekistonda yaqin kelajakda kamida 10 ta islomiy bank ochiladi. Turkiyada go'sht maydalagich va xamir aralashtirgichlarga yashirilgan 61 kilogramm oltin bilan o'zbekistonliklar ushlandi. Bu hafta dollarning so'mga nisbatan rasmiy kursi 12 ming so'mdan tushib, so'nggi 2 yillikdagi eng past ko'rsatkichni qayd etdi. Assalomu alaykum. O'tgan bir haftadagi iqtisodiy hayotimizga oid yangiliklar har doimgidek haftalik xabarnomamizda. Endilikda Cobalt uchun shartnomalar faqat onlayn tuziladi. Shartnoma berish jarayoni 3-noyabr soat 10:00 da boshlanib, UzAvto Savdo.uz sayti hamda UzAvto Savdo ilovasi orqali amalga oshiriladi. Shu kuni barcha Chevrolet dilerlik markazlari yopiladi va UzAuto Motors savdo tizimidan uziladi. UzAuto Motors kontraktatsiya jarayonining onlayn amalga oshirilishini Cobaltga bo'lgan yuqori talab, mijozlar so'rovi hamda ortiqcha ovoragarchiliklarni oldini olish maqsadi bilan izohladi. Endilikda onlayn tuzilgan shartnomalarda maxsus QR kod mavjud bo'ladi va u shartnomaning haqiqiyligini tasdiqlaydi. Bunday QR kodga ega bo'lmagan shartnomalarga esa UzAuto Motors va rasmiy dilerlar aloqador hisoblanmaydi. Kompaniya mijozlardan diqqatli bo'lishlarini va shartnoma tuzishda QR kod mavjudligini tekshirishga chaqirdi. Eslatib o'tamiz, kompaniya yangi Chevrolet Cobalt modifikatsiyalarini ommaviy ishlab chiqarishni boshladi. Cobalt Style versiyasi narxi 156,1 million so'm. Midnight versiyasi esa 165,2 million so'mni tashkil etadi. Yangi versiyalarda kruiz nazorat tizimi, old o'rindiqlar isitgichi va Android Auto, Apple CarPlay sensor multimedia kabi 50 dan ortiq yangi komponentlar mavjud. Banklarga aholi uchun kredit ajratishda yangi talablar belgilandi. Iste'molchilar bilan o'zaro munosabatlarni amalga oshirishda bank faoliyatiga qo'yiladigan minimal talablarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Bu bo'yicha Markaziy bank qarori Adliya vazirligida 28-oktyabr kuni davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Hujjatga ko'ra, banklar mijozlarga tavakkalchiliklar bo'yicha ma'lumot beruvchi standart chek-list taqdim etadi. Bu qarz oluvchilarga kredit bilan bog'liq majburiyatlar va ehtimoliy risklar to'g'risida oldindan ma'lumot berib, mas'uliyatli qaror qabul qilishga undaydi. Shuningdek, kredit to'lovlarini vaqtida to'lashga qiynalayotganlarning shartnoma shartlariga o'zgartirish kiritish bo'yicha banklarda ichki tartib bo'lishi va uni iste'molchilarga oshkor qilish talabi belgilanmoqda. Shu bilan birga banklar oldindan rozilik belgilarini o'rnatmasligi, kreditni nafaqa va yordam pullaridan undirmasligi hamda to'lov jadvaliga qat'iy rioya qilishi shart bo'ladi. Endi xususiy sektorda ham dekret pulini davlat to'laydi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi. 29-oktyabr kuni Shavkat Mirziyoyev ijtimoiy sug'urta tizimini takomillashtirish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Davlat rahbari xususiy sektorda band bo'lgan aholining barchasiga ham homiladorlik, vaqtincha mehnatga layoqatsizlik va ishdan bo'shash bo'yicha nafaqalar to'lab berilmayotgani muammosiga e'tibor qaratdi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, 2026-yildan boshlab homiladorlik nafaqasi ijtimoiy himoya jamg'armasi tomonidan to'lab boriladi. 2026-yilning ikkinchi yarmidan boshlab esa vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqalarini to'lash ham ijtimoiy himoya jamg'armasiga o'tkaziladi. O'zbekistonda 2030-yilgacha 10 ta islomiy bank paydo bo'lishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda 24-oktyabr kuni matbuot anjumanida Markaziy bank raisining o'rinbosari Abrorxo'ja Turdaliyev ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Markaziy bank islom moliyasiga yashirin iqtisodiyotdan mablag'larni bank tizimiga jalb qilishning muqobil mexanizmi sifatida qaraydi. Markaziy bank raisi Timur Ishmetov esa bank bozoridagi raqobat masalasiga to'xtalar ekan, bozorda raqobatni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yo'nalishlardan biri islomiy moliyani rivojlantirish ekanini ta'kidladi. Eslatma uchun BMT taraqqiyot dasturi so'rovnoma o'tkazgandi. Unga ko'ra, O'zbekiston aholisining 68% va tadbirkorlarning 60% diniy e'tiqodi tufayli an'anaviy bank xizmatlaridan foydalanishni istamasligi ma'lum bo'lgandi. Sentyabrda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi O'zbekistonda islomiy banklar faoliyatini joriy etish to'g'risidagi qonun loyihasini birinchi o'qishdayoq ma'qullagandi.
Turkiya aeroportida go'sht maydalagich va xamir aralashtirgichlarga yashirilgan 61 kilogramm oltin bilan O'zbekiston fuqarolari ushlandi. Ommaviy axborot vositalariga ko'ra, oltinni olib kirishga uringan 5 nafar O'zbekiston fuqarosi Kapadokiya aeroportida qo'lga olingan. Politsiya uskunalarni tekshirish jarayonida ularning ichidan mashina qismlariga o'xshatib eritilgan oltin quymalarni topgan. Musodara qilingan 61 kilogrammi 121 gram oltinning qiymati 8,5 million dollarga baholanmoqda. Hozirda 5 nafar O'zbekiston fuqarosi hibsga olingan. Hibsga olinganlarning 3 nafari ayol va 2 nafari erkak bo'lgan. Ularning hibsdan keyingi taqdiri haqida esa hozircha hech qanday ma'lumot berilmadi. Bu hafta oltin va dollar kursi birgalikda pasaydi. Hafta davomida 1 gram oltin quymasining o'rtacha narxi 1,596,160 so'mni tashkil etdi. Haftaning eng yuqori narxi 27-oktyabr kuni 1,634,600 so'mga, eng past narx esa 29-oktyabrda 1,576,000 so'mga teng bo'ldi. Bunda narxlar hafta yakuniga kelib, haftaning boshiga nisbatan qariyb 50 so'mga arzonlashdi. Bu hafta AQSh dollarining o'rtacha kursi esa 12,038 so'mni tashkil etdi. Haftaning eng yuqori kursi 27-oktyabr kuni 12,117 so'm bilan qayd etilgan bo'lsa, eng past kurs 30-oktyabrda 11,991 so'mga teng bo'ldi. Shunday qilib, hafta davomida dollar kursi 92 so'mga pasaydi. Xo'sh, bu hafta yana nimalar ro'y berdi? Avtosalonlarda kafolat va xizmat ko'rsatishdagi kamchiliklar aniqlandi. Raqobat qo'mitasiga ko'ra 60 dan ortiq korxonalarda tekshiruv o'tkazildi. Natijaga ko'ra 5 ta avtosalonda umumiy servis markazi yo'q. Masalan, Surxondaryodagi Rudel va Retail avtosalonlarida sotilayotgan Kia, Haval va Cherry mashinalariga xizmat ko'rsatish joyi mavjud emas. 39 ta avtosalonda mashinadan foydalanish bo'yicha o'zbek tilidagi qo'llanma yo'q. Shuningdek, mashinaning umumiy kafolati bilan uning ayrim butlovchi qismlariga berilgan kafolat muddati mos kelmasligi bo'yicha 13 ta holat aniqlangan. Shunday nomutanosiblik UzAuto Motors ishlab chiqargan mashinalarda ham kuzatildi. Sobiq soliq xodimi qo'shilgan qiymat solig'i bilan bog'liq 17 milliard so'mlik firibgarlik sodir etdi. Ma'lum bo'lishicha, Toshkentdagi logistika korxonasida ishlaydigan hisobchi ilgari soliq idorasida ishlagan. U bo'yoq ishlab chiqaruvchi korxonaga 17 milliard so'mlik qo'shilgan qiymat solig'ining manfiy farq summasini qaytarib berishni va'da qilgan. U soliqdagi tanishlari orqali bu ishni muammosiz qila olishini aytgan. Hisobchi 20,500 dollarni olayotgan paytda tezkor tadbirda qo'lga olingan. Dastlabki tergovda u bu ishni soliq qo'mitasining katta inspektori bilan birgalikda qilganini aytdi. Natijada inspektor ham gumonlanuvchi sifatida tergovga jalb qilindi. Hozirda ushbu holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Endi kamera va radarlar ham jarima ballari yozishni boshlaydi. O'zbekistonda 2026-yil 1-apreldan yo'l harakati qoidabuzarliklariga ball qo'llash tizimi doirasi kengaytiriladi. Qo'pol qoidabuzarliklar uchun avtomatlashtirilgan foto va video kameralar ham jarima ballarini hisoblashni boshlaydi. Jarima ballari transport vositasining mulkdori bilan birga fuqarolik huquqiy munosabatlar asosida avtomobildan foydalanuvchi boshqa haydovchilarga ham taqsimlanadi. Eslatib o'tamiz, 1-iyundan haydovchilar uchun jarima ballari kuchga kirgan edi. Hozirda faqat yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomalar asosida hisoblanadi. Moped va skuterlarni boshqarish uchun yangi guvohnoma joriy etildi. 2026-yil 1-yanvardan moped va skuter haydash uchun A1 kichik toifali haydovchilik guvohnomasi joriy etiladi. Uni olish uchun avtomaktabda o'qish talab etilmaydi. Nazariy va amaliy imtihonlarni topshirish uchun talabgordan o'qishni tugatgani haqida guvohnoma ham so'ralmaydi. Ular o'z ixtiyoriga ko'ra o'quv kurslarida onlayn yoki offlayn shaklda o'qishi yoki mutlaq mustaqil tayyorlanishi mumkin bo'ladi. Bunda nazariy imtihonda 20 ta testdan kamida 16 tasiga to'g'ri javob bergan nomzodlar amaliy imtihonga qo'yiladi. Shuningdek, A, B, C, D toifadagi guvohnoma egalari A1 kichik toifadagi transport vositalarini ham boshqarish huquqiga ega bo'ladi.
Aholi uylariga quyosh panellari va issiqlik nasoslari o'rnatish uchun subsidiya ajratiladi. Yangi nizomga ko'ra, aholi uylariga quyosh panellarini o'rnatish xarajatlarining 20%, issiqlik nasoslarining 40% davlat tomonidan qoplanadi. Energiya auditining o'zi esa to'liq bepul bo'ladi. Subsidiya energiya samaradorligi milliy agentligi tomonidan yetkazib beruvchiga to'lab beriladi. Joriy yilning kuz-qish mavsumida elektr va gaz tariflari oshirilmaydi. Bu haqda energetika vaziri ma'lum qildi. Elektr energiya va tabiiy gaz narxlari 2026-yil 1-maydan inflyatsiya darajasida indeksatsiya qilinadi. 9 oylik O'zbekiston banklarining daromadlari hisoblandi. Hisob-kitobga ko'ra, 4 ta bank sof foydasini 1 trillion so'mdan oshirdi. Yetakchilik esa O'zbekiston Milliy bankiga nasib etdi. Apex Bank va Yangi bank esa bu davrni zarar bilan yakunladi. Bizda hozircha shular, bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.